Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugungi darsimizda Sulosiy mujarrad boblarini o'tamiz, 6 bobni. Arab tilida kalimalar hammamizga ma'lumki 3 ga bo'linadi. Ism, fe'l, harf. Fe'lni o'zi ham bo'linib ketadi. Misol uchun mi'rob, mabni bo'ladi. Undan tashqari fe'llarimiz, fe'llar mana bu 4 ta bosqichdan bittasiga albatta tushadi. Birinchisi, demak, sulosiy mujarrad, sulosiy mazid, ruboiy mujarrad, ruboiy mazid. Sulosiy nima degani? 3 talik. Ruboiy 4 talik. Mujarrad qo'shimchasi yo'q, mazid qo'shimchasi bor. Demak, sulosiy mujarrad 3 talik qo'shimchasi yo'q, sulosiy mazid 3 talik qo'shimchasi bor. Ruboiy mujarrad 4 talik yo'q, ruboiy mazid 4 talik qo'shimchasi bor. Demak, sulosiy mujarradga misol xaraja fa'ala vaznida. Sulosiy mazidga misol akhraja af'ala vaznida. Ruboiy mujarradga misol dahraja fa'lala, ruboiy mazidga misol tadahraja tafa'lala. Endi demak, birinchi bobda sulosiy mujarradda demak necha bob bor ekan? 6 bob. Sulosiy mazidda 12 bob, ruboiy mujarradda 1 bob, ruboiy mazidda 3 bob. Jami 22 bob bo'ladi. Demak, hop o'qiganda kitobda qaysi bir fe'l kelib qolsa, o'sha fe'l albatta mana shu 4 ta bosqichdan birontasiga tushishi kerak va undan tashqari yana nima ekan? 22 bobdan bittasiga tushishi kerak. Hop, endi bularda mana sulosiy mujarrad mana eng ko'p keladigan, ko'p ishlanadigan boblardan bittasi 6 bob bo'lar ekan. Demak, sulosiy mujarrad 6 bobda o'qiymiz. Fa'ala yaf'ilu if'il, fa'ala yaf'ulu uf'ul, fa'ala yaf'alu if'al, fa'ila yaf'alu if'il, fa'ila yaf'ilu if'il, fa'ula yaf'ulu uf'ul. Demak, bu boblarda bir-biridan ajralib turgan narsa mana bu ayn barobarini harakatlari bilan har xil bo'lyapti. Qolgan harflarning harakati deyarli bir xil bo'lyapti ekan. Endi mana shu 6 bobni esda saqlab qolishlik uchun mana uni yodlab olishimiz kerak. Demak, fatha, kasra, fatha, zomma, fathaton, kasra, fatha, kasra, kasra, zommaton. Ya'ni ayn barobardagi o'sha harakatlarini eslab qolishga qulay qilib bu tuzilgan narsa. Mana buni yodlab olsak, xohlagan paytimizda o'sha uni yozib eslab solsak bo'laveradi. Hop, endi buni misol uchun mana fa'ala yaf'alu bo'lsa, nechinchi bob ekan bu? 3-bob. 3-bob. Lekin odatda masalan buni yodlab olamiz. Bu nima uchun kerak desanglar, bundan keyingi darslarimizda xudo xolasa misol uchun fe'llarni tuslaymiz, mozi, muzori amal qilib, o'shlarda tuslaganda haligi nimalar bor? Ajvob fe'llar bor, noqis fe'llar bor. O'sha fe'llar qaysi bobdan keladi? Har xil bobdan kelganda tuslanishi ham boshqacha bo'lib qoladi. O'shanda kerak bo'ladi. Buni yangi o'rgangan o'quvchiga tushunmasligi mumkin. Masalan, nima endi bu? Buni foydasini nima deydi bilmasligi mumkin. Lekin bilmasa ham mana shuni yodlab olsa, keyingi o'sha fe'llarni tuslaganda bu osonroq bo'ladi. O'shanda albatta yaxshiroq tushunib ketadi. Endi demak buni aytganda 3-bob, 4-bob demaymiz. Sababi boshqa ba'zi bir kitoblarda buni boshqacha ham yozilganda. Masalan, bizni yozganimizda fa'ula yaf'ulu bobi nechinchi bob ekan? 6-bob. Ba'zi kitoblarda bu masalan 4 da kelganmikin, ya'ni 10 ni almashib ham kelaveradi-da. U ham xato emas, u ham to'g'ri, u ham to'g'ri. Faqatgina eslab qolishga qaysi qulay bo'lsa, odam o'zi shuni olish kerak. Misol uchun mana bu nimada 1-3 boblar nima ekan? Fa'ala ayn barobar nima? Fathalik. 4 bilan 5 kasralik, zommalik. Ya'ni eslab qolishga bu qulayroq. Shuning uchun 4-bob, 5-bob demaymiz-da,
fa'ila yaf'ilu bobi, fa'ala yaf'alu bobi deb keyingi nimada shunaqa deb gapiramiz. Endi bu bizga yana nima beradi? Masalan, hop, yozda nima degani? Kataba. Muzorisi nima bo'ladi? Yaktubu demak, qaysi bobdan bo'ladi? Yaktubu fa'ula bob. Yo'q, fa'ala yaf'ulu hozir biz nimamizda nechinchi bob hisoblanadi? Ikkinchi bob. Kataba yaktubu, fa'ala yaf'ulu demak, bizda nimada ikkinchi bob hisoblanar ekan. Endi mozisi fa'ala bo'lsa, muzorisi 3 xil bo'lishi mumkin ekan. Endi biz buni yodlaganmiz, shuning uchun yaktubu deb aytyapmiz. Buni yodlamaganlar bo'lishi mumkin yoki siz umuman sizga notanish yangi so'z bo'lsa, masalan, deylik kataba sizga notanish so'z. Demak, nima deb o'ylaysiz? Muzorisi nechta xil bo'lishi mumkin ekan? Nima bo'lishi mumkin? Yaktibu bo'lishi mumkin. Yaktubu bo'lishi mumkin yoki yaktabu bo'lishi ham mumkin ekanda endi. Lekin aynan nechinchi ekan? O'sha ikkinchi bob fa'ala yaf'ulu bobi kataba yaktubu bo'lar ekan. Endi shuning uchun o'sha fe'llarni yodlaganda odatda nima bilan yodlash kerak? Muzorisi bilan qo'shib yodlash kerak. Ha? Endi keyingisi fa'ila. Ya'ni fa'ila bobiga bitta misol keltiramiz. Masalan, bilamizmi? Shariba. Shariba muzorisi yashrobu demak, shariba yashrobu. Ya'ni biz nimada 4-bobdan fa'ila yaf'alu bobda kelar ekan. Shariba nima bo'lish mumkin edi bu? Yaf'ilu. Yashribu bo'lish mumkin edi ekan endi. Demak, fa'ila vazndagi fe'l mozi kelsa, uni muzorisi, misol uchun mana shu yo yashrobu yoki yashribu bo'lish mumkin edi ekan. Lekin nima bo'lmaydi ekan? Yashrubu bo'lmaydi ekan. Ha, shuni eslab qolsak, bizga bu qulaylikda fa'ila bobida kelgan fe'llarda muzorisini o'qiyasiz, birinchi o'rinda yaf'ulu vaznini chiqarib olasiz. Ya'ni fa'ila yaf'ulu degan bob yo'q ekan. Masalan, bir imtihon bo'ladigan bo'lsa, shuni muzorisini top desa, fa'ala bo'lsa, siz 3 tadan bittasini tanlashingiz kerak. Ha, fa'ila bobidagi fe'l bo'lsa-chi? 2 tadan bittasi. Sal bunga qaraganda nisbatan osonroq bo'ladi. Chunki 2 tadan bittasini tanlash osonda. 3 tadan bittani tanlagandan ko'ra 2 tadan bittasini tanlash osonroq. Endi 6-bob bo'lsa, fa'ula bo'lsa, yaf'ulu, buni muzorisini qo'shib yodlash shart emas ekan. Ha? Shart emas, chunki bu masalan kaburo katta bo'ldi, muzorisi nima bo'ladi? Yakburu. U yakbiru, yakbaru bo'lmaydi ekan, va? Tushunarlimi? Demak, mana shu bobda 6 bobni yaxshilab yodlab olamiz. Bundan keyingi darslarimizda fe'llarni tuslashni o'rganamiz. O'sha ajvof, noqis, hamma qismlari bilan. O'shanda bu juda ham kerak bo'ladi.